Muhim Sirdaş programmasının qizg'in qo'llovchilari, shundaqla ekran oldidagi qadrli do'stlar. Hammamizga ma'lum, har qanday bir ish, har qanday bir kasbning o'zi tutishliq jafosi bo'ladi. Faqat odamlar po'latdek iroda bo'lganda cho'qim ko'zlagan maqsadga yeta oladi. Jamiyatimizda shunday odamlar borki, ular ko'ngliga pukkan arzu-armonlar yo'lida tinimsiz izlanadi va badal to'laydi. Shunga ularga zafar darvozalari hamon ochiq bo'ldi. Jamiyatimizga mushundaq ilg'or iqlim, ilg'or ideya va Tutuq qazangan faxrli o'g'illarimizni tunishtirish, shu orqali o'zining jamiyatdagi bir kishilik o'rnini topolmayotgan ozg'in yoshlarimizga tarbiya berish va ularga turtki bo'lish maqsadida Urumchi Jamshid Fan-texnik shirkati Sirdosh programmasi uyg'urchi bo'limimiz Po'latsuv ustida 38 kun turib, 7 turda Ginnes dunyo rekord yaratib, millatimizga shon-sharaf keltirgan Botir o'g'lan Oblat Majnunovining suhbatimizni boshlab kelsak, Oblatga yaxshimisiz? Sizning shu ilgirki qo'llangan kasblaringiz, ya'ni o'zingiz o'rgangan kasblaringizdan san'at, ya'ni epizod, labar, kulturga qatorliq shunday san'at shaklini olgan bir xil kasblarni o'rganib ekansiz. Endi siz shunday kasbni qilib turib, nima uchun biroqla shunday kishilar tavakkul qilish tas bo'lgan davozliqdan iborat bir xil kasbni tanlab qoldingiz? To'g'ri, men aslan shu o'z yurtimda serikchilar, davozlar bizim yurttaşlar oltagan kişiler. Bizler oynayıp çoğalap degandek, az dola gözlerimiz pişip ağam iken, men mana bu serikligine edip şu ata-anam baba talep qilsam unutmagan. Boshqa deganda bizning avlodimiz endi serikchi ya davozda bo'lmagan uchun sen undan maktabda o'qisang o'xshashlar yaramliq odam bo'lalaysa, sen mutaxassislik ishni qilsang bo'lmaydi, maktabda o'qigan deganlik uchun men amalda ata-onamni gapirmay Maktabda o'qib, to'liq o'tirni tutilmay turib, mening o'sha davoz umidga qisqacha usulchi, serikchi qabul qilgan degan ilonni anglagandan keyin imtihon berib qabul qilindi. To'liq maktab tutilmay turib qabul qilindi. Oldi bilan bir ishqa bil bog'layotganimiz ilmiy asosimiz bo'lmasa bo'lmaydi. Men shu jarayonda shu odatlik serik, labar şu epizod qatorliq shuna ba'zan kichik nomerlarni o'rganib o'zimning inkasini kuchaytirdim. Keyin bizning ustozimiz Mehmet Tursun, Adlo'sha qatorliq davlat ustozlarimizlar tankashab berib, ularning dilini bog'lab berib, sizni tartib degandek faoliyatlar shug'ullanib, ularni muzikcha chaqirish, da'vo chiqishdan oldida bir usta o'ynab, ular ro'yxatga ilhom berish uchun qiziqishlar qilib meşruatlar şuğullanıp, bularınki daha mınış faaliyetini ondan küzettim. Küzetkenden keyin nurg'un yalib uyan qo'yilib badık. Bağandayken nurg'un xalq arası inkaslarni anglab turdim. Boshqa deganda bu shu tushib ketish ketgan bir qism masalan ishda g'alablangan yoshlarimiz bu da'voni ko'rgandan keyin o'zligidan bir o'rnini turkib qilgan, o'zligidan bir hissiyoti özünün bazen bir uşakçı kesildiğimi sahip ettiğim, özünün bir gurur cihetini bir oldu intiliş, çocuğa olgunlukuna es kıldım. Şu arkalık bu biz mektepten okup ben netice ilişkimi xiyalımda bırak asas kızgınım şu uygun medeniyet değilmiş faaliyetlerle kızgın. Müştü uygun şarkılık manamda galıp kılsak mı, manamda uygun kılsak mı bir kısım cemiyetki arasında yaşlarıma bu royhil ilham bilen bir faydalı bir iş bulurken dep şu maqsadda şu emin birge şu merdanlık daha çıkan kim şundan merdana ilgili bir xil yuqori intilish o'yinki urg'ib turganligini ko'rdim bu davozlarni. Shundan biz har jihatdan biz insonlar ro'yxatni bir foyzi bor kesibgan deb men o'zimni mush kesib berishlar her halde ustalarına kömür koyup terbiyesine kestim bir çıkan. Bunda siz endi qanday bir sabablar tufaylidan şu 38 gün yani Po'latsuv 38 gün faaliyet edip bakmoqchi bo'ldingiz. Bu faaliyet ko'ngli bo'lmasa yangilik barliq kelmaydi degan bir bizniki temsilimiz var. Her halde bizning burungi Uyg'ur davozlarimiz, davoz ustozlarimiz avloddan avlod 3000 yil yaqin bu davozlikni o'ynab
ekan. Bu davozlar ham yildan yilga taraqqiy qilib menish kerak. Buning ustiga hozirgi jamiyatda madaniyat seviye, kesib olg'a intilishi nihoyatda joyida bo'lmasa jamiyatda turish mumkin emas. Men endi maktabda o'qib, to'liq endi maktabda o'qiganligim uchun har holda bilim saviyamning chaqliqligini his qildim. O'zimning bir kasbni qilayotganda 20 yilga yaqin vaqt bo'lganligi uchun turibdi. Men endi maktabda o'qiyapman, ma kasbni egallabman, shu kasbda men bir natija qozonib, hozirgi bo'sak chiqarmayotgan nurg'un millat yoshlarga tushkil chiqargan, chiqish yo'l topamayotgan yoshlarga bir mush faoliyat bir hal qilish orqali ulgu bo'lsam ajab emas degan maqsadda bu shu faoliyatni Abdumrayin qurganligining 50 yilga so'q qilishdi. Faoliyatni elib bordik. Bu faoliyatni har millat xalqining qizg'in olqish sadosida Abdumrayin rahbarlariniki men ishonganligi shundaqla bir fursatni men tutqazganligi har millat xalqininki naq maydonda ko'rib, men shu naq maydonda baho berganligiga qo'shildim. Shunga g'alaba qozondim. Menimcha bu faoliyatni qilish orqali nurg'un yoshlarimiz ibrat topdi. Bundan bu ro'y, shu davozlik madaniyatning ro'yidan ta'xirlandi. Har qaysi kesibdilar o'ziga bir o'yinish tuyg'usi paydo bo'ldi deb qarayman. Endi odamning tabiatidan olganda intilishchan bo'lish, irodalik bo'lish deganlar bir xil tabiiy hol. Ammo lekin odamda sizdek ashundoq intilishchan, irodalik bo'lgan ruhning bo'lishi intayin kam, oz uchraydigan bir xil hol. Endi siz shu xulosani ustida 38 kun turib, shu darusdagi faoliyatingizni boshlab shu sim ustiga chiqqan vaqtning o'zida siz qanday hissiyotlar bo'ldingiz? Men endi sim ustiga chiqqan vaqtning o'zida haqiqatan bu jafo mushkul safarning oldini kelganligini his qildim. Nishqa deganda bu faoliyatni mening tunji qatim elib berishim. Darvaqa boshqa chog'larda nurg'un musobaqalar qatnashgan bo'lsam-mu, nurg'un joylarga, chegaralarga, ishga ulgurib qo'shni davlatlarga o'yin qo'yib borgan bo'lsam-mu, bir maydon o'yinni qo'yib turib, biz daryoda o'ynaydigan avvallar bilan shug'ullangan. Musobaqa qatnashgan bo'lsam, shu bir maydon o'ynab bo'lib tushib, faqat elib o'zimizning yana boshqa mashqlarni qilib kelgan. Biroq bu faoliyat cho'qim shu 38 kun jarayonida suvdan tushishga bo'lmaydi. Bir odam bilan yaqin oraliq yiqilishga bo'lmaydi. Faqat telefon orqali a'lo ovoz so'rashga bo'ladi. Bu faqat bir muhitdan ayrilib, yerdagi bir ovoz muhitdan ayrilib yolg'iz yashash bir istikka kelgan gibi. Men endi tunji qatim bo'lg'achqa bizda quduq qoldim bu ishni. Quduq ben shu nurg'un bolalarni tatdim. Endi siz shu 38 kunlik faoliyat jarayonida yaratgan 7 turdagi rekordingizning qaysi rekordlash kerakligini bilib maqsad bo'ldi. Buni alayda turib qarashga bo'lmaydi, biroq endi shu 38 kun jarayonida shu Abdumrayin rahbarlari shu guvohlik berish o'rnidagi bir necha xizmatchini naq maydonda kuzatib, haqiqatda odil saylab orqali shu baho beriladi deb chiqarmoq uchun bu turni endi birinchi turi simning ustida so'zlab shu butun shu batnimni o'ttirib qo'yib simning ustida midirlamay 2 soat 16 minut yotgan bir vaqt bor. Ikkinchi turi ko'zni tanib 4000 metrdan ushib olib kelinga to'xtamay 4000 metrdan ushib mangan bir tur bor. Uchinchi turi shu 10 soat simning ustida bir chiqib olgancha hamda ikki tarafga uyga qaytmay tomoq yemay 10 soat 3 minut to'xtamay midinamay harakat qilgan bir tur bor. Bu endi chet ellik bir mana egizlik artistning bir 8 soatlik turni buzib tashlagan turning birisi. Bu haqiqatan oson tushundim. Bu to'rtinchi tur endi shu simning ustida 2 soat 10 minut Uyg'ur milliy uslubini tur. Bu 5-chi tur 38 kun jarayonida 38 xalq naqsini ham egizlikda aytib 6 soat, 6,5 soat shu vaqt o'yin ko'rsatgan.
tür. Bu 6-cı tür endi simning ustiga o'rindiqni qo'yib turib, o'rindiqda o'tirib turib, bir-biriga ulamay, to'xtamay 12 xil naqshisi, 28 minut to'xtamay naqsh aytgan bir tür. Endi 7-ci tür endi burunqi başqa bizningki bizning artistlarimizningki shakllarda yaratgan 37 kunni men 38 kun atıldı. 38 gün 4 saat aşırı o'rlab, yani şu 38 gün simning ustida yolg'iz turmush kechirish orqali o'zini bir chiniq turgan bir tur. Yani 7 tur. 4 turni o'zingiz Bunda bu 7 turning ichida bunda 4 tur texi xalqarada va boshqa yerda dunyoda bu baxmagan bir tur. 4 turning birisi simning ustida midirlamay 2 soat 10 minut yotgan tur. İkinci türe sınavsız orumda koyup toxtumay 12 xalq naqshisi 28 minut naqsh etgan tur. Üçüncüsü 2 saat 10 minut puslu oynagan tur. Bu yeni yaratgan tur. Dördüncüsü 38 günde 38 xalq naqshini o'rinlab turib, kunlik 6,5 saat ma'rak ko'rsatgan tur. Bu 4 turningki shu 4 turi men o'zim yeni yaratgan tur qator ko'rdim. Qolgan 3 turi birisi ko'zini tanlab 4000 metr mangan men 4000 metrdan ushmadim. Bu tur 1700 metr mangan turni boshqalarning buzib tashladi. Yangilash. İkinci turi bir chetalik shunday izlik bir erbab 8 saat 20 minut sinasni to'xtamay mangan biroq bir vaqt tamoq yegan. Men 10 saat shuni bir vaqt tamoq yemay, suv ichmay 10 saat shuni to'xtamay men bu turni yangiladim. Bunun uchinchi yangilan tur 37 kun sinning ustida yashagan bizningki shaharlarda faoliyat olib turgan bizningki egizlik artistimizni men 38 kun qilib bir kun 4 saat aşırıp 15 saat aşırıp boşlukta yaşashni g'alab qozongan bir tur. Endi sizniki shu bolasi ustiga chiqib shu faoliyatni boshlashdan burun jamiyatga e'lon qilgan planingizda 5 turli Guinness Dunyo rekordi yaratiladi degansiz. Ammo amaliyotda bu 38 kunlik faoliyat jarayonida siz 7 turda Guinness Dunyo rekordi yaratib qaytib keldingiz. Endi sizning bunga nisbatan oldin tayyorlig'ingiz bormi yoki shu jarayonda o'zingizning iradangiz, planingizni olib keldingizmi? Shunda har qanday ish irada bog'liq bo'lmaydi. Endi iradaga hissiyot qaynatib Mahmadanning o'zida buni mashq qilmay turib, mana Guinness yarataman desak, oddiy bo'ldi. Bu %100 bu g'olib dagishlarni buni o'ynab qoldi. Men bu 7 turga asli 7 tur bor. 7 turning 7 bir turga 1 yildan tayyorlab qilib 7 yil tayyorlab qilgan. Buningda maqsad 38 kun vaqt 7 turga 7 tur emas, 5 turga haqiqatan qisqardi. Nima deganda bir turni yaratib, men 2-3 kun bedellarim ag'rimay turib, endi turga olmayman. Buni 7 tur e'lon qilib desam, har qanday bir inson bir yo'lni ma'lumotga cheklash yo'lini o'ylash kerak, o'ylash kerak. Faqatla hamma o'zi autoritet, faqatla oldimlar mana kelinni qattiq yolmayman desak, bu ba'zan vaqt sharoit bizning o'zimizdan irodasiga boqmaydi. Men endi bu 7 turni hamma e'lon qilib desam, 38 kun jarayonida bizning o'zimizning havo sharoiti naytroqsiz bo'lgan mezgil. 9-dan 10-dan chiqsa, havo shalom, bo'ron, shamol chiqadigan, kuz fasli yetib kelgan. Bir yer yo'q qaz bir hafta, bir kun bo'ron chiqadigan havoni yuzlab qolsa, men o'sha 7 turni yaratolmay qolsam, men keyin o'sha xalqqa men nima javob beraman deganni o'ylash orqali 2 turni ehtiyot uchun qo'yib turib, o'sha 5 turni mataqa 38 kunning ichida yarata olsak, cho'ng g'alaba bo'ladi deb bizning boshqalarga mana shu 38 kun vaqtim bor. O'ylashib, nurg'un talash tartishlar bir turib 3 tur yaratib olsun deb, bir turib 4 tur deb, oxiri o'zlarining talabi bilan 5 tur yarataman deb axborot yig'ini chiqqan chaqir 5 tur bilan qilgan. Biroq Kimilson bu balkim bizningcha Uyg'ur millatining madaniyatiningki nayibda kam tashviq qilasizmi, avaraymi, nayib yaxshi bo'ldi. Men bu kunlik ma'rifat ko'rsatib, mana shu xalqning arzusini qanday ko'rdim.
Bir gün mü yağmur yapkan iş olmadı 38 gün jarayonida biz kim avara idarasini sürdürsek bu tarixte Ürümçi şaray tarixida 38 güngacha bir kun yağmur yapılgan, bo'ron chiqmagan avval bo'lmabdi. Bu da şu yurmishning faoliyatga, mening faoliyatimga to'g'ri kelib qoldi. Bular hayron qoldi. Nishqa deganda bumi men uchun bir yaxshi ko'rsat bo'ldi deb qardim. Shunga şu 9-cı ayının, 10-cı ayının birden başlap, şu küldeki ben radyo tamşayla avarayını tutup istedi bizim rehberliklerden ilan tutturdu. Şunda 8 gün içi hava şuna yaxşı bulduk yani. Dep küldeki avarayını tutuğanken o yedik türünü. Hem terasa bulduk yani. Hem de şu kalan türünü yaratıp tutuğanken hem çift türüne 8 gün içi yarattı. Nişka degende hava yaxşı oldu ama her millet xalq kelgan, bizim Şinjan'ın işbirlerden, çetelerden kelgan, sayat kelgan xalq kun bütün köpüyor. Şu 10. ayının 1. günü 8. günü adamlar, adam, onun uç adamı tırdadık için. Biz şu naq meydanda ziyaret kılanların naq meydanda ilan tutup, özümüzden burunki tiyarımız bağlıdan için korkmayı ilan kılıp şu naq meydanda ziyaret. Endi siz bu 38 gün jarayonida yetishtirib jinsiylik yaratmak endi bir odatga nisbatan aytganda intayin ta'sirli jaboliq turmushlarni boshdan kechirish to'g'ri. Endi bu jarayonda odam o'ziga o'zi ishonchini yo'qotgan, endi irodasini voz kechirgan shunday xiyollar bo'lishimi yo'q emasmi deyman. Sizda menda shu jarayonda shunday xiyollar bo'ldimi yoki Bunda xiyollar bo'ldi chunki jon ag'rayotgan ekan har qanday odam jonni izbiladi o'zining bir hayoti masalasida xavf ushlashga yaqin kelib qolgan avvaldan bo'ldi go'yo qo'llarim ishib mana shu hafta chiqib haftadan keyin qo'llarim ishib boshlagan tizim ishib qolgan qo'llarni ishimga baqlab mana shu asosiy degan putimizning asosiy mangan bo'lgandan keyin bu mangaya aynı sınırın özü, plasının özü bir kattı. Bunun üstüne şu kuşkalan putudan destek bu bıçakla kocaman bir ağrıydı. Hem de şimdi yığılap, teşini külüp durup, halkımıza bildirmedim bu işini. Hem de aşında kayıp gelgen ki, hakikaten pişmanlığa yerlerim oldu. Aplak etki, ben tabii 7 yıl meşgul kalmadım, ben tabii pişmanlık gelemezmem. Ben küldeki 7 saat, 2 saat, 4 saat, 6 saat meşgul edip, ben kalan külümden ağrı edip, ben de aslında şu bedenini pişirsem bu tikenti sınıf gibi olsa şu 10 saat meşgul kalmasam şu bedenini piştikenti topuna tutuyorum dep oyladım. Hakikaten el kullanmasın aslında pişman kaldım. Hatta üzerine sinirlerim insan bu tikenti üzerine şiddetli çıkıp attım dep hatta tuttum ben vazgeçtim deydiğim alet gibi geldim. Kep bulan turptu ben oylandım da bu ben yalnız ben şahsi kılavatkan iş emas bu. Bütün Şinjan yerliler halkıga bulanma Uygur halkının medeniyeti için tırışvatkan bir iş. Onun üstüge şu benim kelgen bir fırsat. Bu fırsatını halk benim işine Aknuray'ın rehberleri, idarenin rehberleri benim şu irademle işini bu vazifeyi ne yapıyorum ben çokum şu vazifeyi adamımızdan bulmaydı. Ben şahsi menfaat oylap üzerine üzerine oylap manda kılsam benimce pek şahsi hissiyat kıyasam var. Çünkü bu bütün Cumhur milletlerine Şinjan halkı, Şinjan millet halkıya vekillik kılınan bir faaliyet. Umray'ın programı 50 yıllıkta soğuk sütüde bir hizmet kılınan bir faaliyet muhalif için boş faaliyette kalıp kılamazsan bütün memleket geçmeydi. Bütün Şinjan halkının 5 yaya çıkılan iş, Umray'ın kurulmalarından 50 yılda bizim davran sahamız hiç kanında emek etmiyordu. En yıllar şuna gayrin, şu 10 saat manganda, tamam yemeği memlekete baktım. Tamam yemeği başlarım kıyıp gitti. Tamam yemeğin için mağdur kalmadan diye başım vur kaygan çarptılar. Ben oturup uzaktan yaptım. Bunun da nüş tamak yemeği istediğinde tamak ise ben acazın oturup sınırın, üstüne çıkıp sınırın arlıklı bana ben. Öyle kayıp kesek bu bağlı olursa nehmeden numara koyup oturdu. Bu kayıp gelip benim alsak bu cins dünya hareket bulmaydı. Yani bunun da bu tamak yerse adamın hayret
meselesi asas mesele koydu. Yani nurg'unlagan xalqimiz qarab tursa, avvalda hatto hayrat qildik bizga sharoit yo'q. Bizga anda qiyinlik qoladi. Tamak yemaysa, qo'sayqim ochgan, oxiri endi amal yo'q, bir kunni yutib turib, bizning nurg'unlagan yoshlarimiz, naqshchilarimiz, damlab san'atkorlarimiz chiqib muqam to'la, she'r o'qib, naqsh o'qib, mehnat berganlik uchun men 10 soatni qaytib testda qaytib keldim. Kelib shu kechicha uxlayolmay, yugurib yo'lab ketdim. O'zimni tutolmay. Hamda yo'g'on bir das anchamish shuni sandab das etib bergan ekan. Dasqa issiqlardan serib bo'lib, suvni qaytib, men issiq dasning ichida junib, bedellarimning og'ir qilishimay, shu og'ir tortishlar sinib, qilsam bu og'ir so'ng yetib ketgan to'xtamay, ashyolar jilab ketgan, o'zimni baqirib ketgan. Hatta shu kechicha şu 10 saat magan keçişi ben yoğun dasın üstü tutup çıktım. Hatta üzerindeki kanunlarını kırış. Yalnızca imkanet bulmadı aşağıda yetip, şimdi yetip tutup kanunlarımla bir dağlarda canımızın arkasında aşağıda zaten şu Xoraz çiğlaganken hemen tam tuttuğu kopsat suyunu çıktı. Kopap dikeni. Yani şu günü o, yani işimi geçip bir havaya yayılıp çıksam bütün xıracılık bitken, yani amal yok. Neyden ben şu göz yaşımla getirdim, futbollarını tanıttım şu günde oynadım. Şu kullar ötep gitti. Şu güne hakikaten ben üzerime şeyle bağlamadan, yani şu güne bir vaka çıkmamız için de sımık şunda futbolun erişimde çavak, eğer bir manada çavak bulan diken, ben adakımı alıp çıkıp oldu. Şimdi avaldım buldu. Ben nurgundan cepalarını tattık. Bırak cepa tatkan bilen bu ben cepa tattım deb özümüzni bekletip ketsek bilmaydi. Ben her bir cepa tatkan çağda cemiyetke nurg'unlagan cepa tatып atkan bizningki xalqlarimizni o'ylaydi. Mesela aslında vatan uchun nurg'un qon terimiz sarf qilib atkan, vatanni xudo atkan chigir jonchilar, bizning dehqonlarimiz to'xtamay ketmay atkan, to'xtamay izlanib atkan, to'xtamay kashfiyot atkan, bizningki ilm-fan olimlarimizni o'ylab nurg'un jamiyatdagi og'riq azobida o'qishsiz qolgan, iqtisodiyotni o'qishsiz qolgan nurg'un yoshlarimizni o'ylab, bularni tortayotgan jafo aslida mening bu jafoim hech qanday ish emas deb men o'zimdan bekrak jafo tortayotganimni o'ylab turib, o'zimga tasalli berish orqali shunaqa natijalarni oddiy bo'lsin, shunaqa natijalar qo'lga keltirdim. Endi sizning bu natijalarimiz shu 74 kechamiz rekordi yaratish bilan chekinib qolmayotgan. Bilishimcha, bundan boshqa nurg'un jihatlar natijalarimiz bor ekan. Shu natijalarimizni bir bosaqdan. Burada ben bu netice yarıştım burun. Ben nurg'un musobaqalarga qatnashib, her türlü musobaqalarga, her şu san'at sohasidagi davozatdan boshqa musobaqalarga qatnashib, nurg'un mukofotlarga erishgan, nurg'un alqishlarga erishgan. Menimcha bu daqi mushbalitim aşağı tavını çıkanın bir neticesi mümkün deb qarayman. Men şu leper musobaqasi mesela ishni sirtqi qo'shiq leper musobaqasida qatnashib yaxshi natijalar qo'lga keltirgan, mukofot erishgan. Undan boshqa qiziqchilik jihatda ishga yurib mamlakat musobaqaga qatnashib kasbdoshlar bilan shu qiziqchilik qilish faoliyatini ilib berib, serik qiziqchilikda mukofotga erishgan. Ondan keyin shu tentribiyaga avtobusda qiziqib shu 2003-yilda shu Abdumur rayoni bo'yicha o'tkazilgan idora jamiyatlararo musobaqa qatnashib, madaniyat sistemasiga qarata men birinchi bo'lib 5000 metrga yugurishda birinchi bo'lib mukofot berishdi. Medeniyet nazoratining qo'shuvdi, yaxshi bahoni berib mukofotladi. Ben şunday o'zimning kasbimdan boshqa kasblarni qilib, natija qilinish orqali, tovunib chiqish orqali bu daqi natijani xalqimning qo'llashi bilan shunaqa natija yaratdim deb o'ylayman. Endi siz shunday nurg'unlagan natijalarni qazanasiz, nurg'un yetib turdi, jami surib dunyo rekordini yaratib, zo'r g'alabadan qo'lga keltirdingiz. Endi bu jarayonda nurg'unlagan tajriba savodlarni o'zingizga yetkazgan bo'lishingiz mumkin. Endi jamiyatimizning taraqqiy qilishiga ergashib, nurg'unlagan yoshlarimizni aksicha jamiyat taraqqiyotida moslasha olmaydigan,
özünün çıxış yolunu tapalmay, özünün iradəsini vaz keçirən, özünün buna işençini yoxduran şundan ahvallar uçurab durmakta. Hem de şundan yaşlarımızda sizin qandaq deydiğen yürek sözünüz var. Bu so'zni yaxshi bo'ldi. Biz endi mushu kesibni qilish orqali har qaysi kesibdoshlarimiz shunday g'alaba qilish orqali bizning maqsadimizni, bizningki planlarimizni har qaysi kesib chiqamayotgan, tushirish ketib qolgan yoshlarga ifodalab bersak, menimcha yaxshi bo'ladi deb qarayman. Men buda shu natijani yaratish orqali sizlarningki ziyorat qilish fursatiga erishdim. Men mushu orqali jamiyatimizdagi har qaysi yoshlarga tushirish ketib qolgan, chiqish yo'l topolmayotgan yoshlarga shunday bir misol qilamanki, men o'z vaqtida chiqish yo'l topolmagan bir avvallar men oldimga kelgan. Nima deganda, nurg'un qatim men faoliyat qilib borsam, musobaqa qatnashsam degan orzularni qilgan bo'lsam-mu, ma'lum sabablar tufayli chekildim qilib, shart-sharoitim mening kesbim mos kelmay, nurg'un shamni qolib bo'ldi. Shu vaqtning o'zida men yana shu qabul etmay, o'zim tushunlashmay, to'xtamay, ma yo'lda ma'amasam, ma yo'ldan chiqir yo'lda aylanib, shu yo'lning nishonini ko'zlab minib, gerçi vaqt uzun bo'lsa, yana shu yo'lning nishonini tep, shu natijani asosan natija qozondik. Bundan keyin yoshlarimiz har qanday ish qilishdan qat'iy nazar bir kesibni eslab olmay, bo'lsa shu kesibni asos qilgan boshqa g'ayr kesiblarni cho'rdash orqali shu bir nishonni ko'zlab minib, o'ziga bir ishonch bog'lab, o'ziga bir savolni o'zi qo'yib turib, jabba emgaklar, aqliy emgak, jismoniy emgakni teng qilib berish orqali o'zining g'oyaviy nishoniga yetishga deb o'ylayman. Yana birga bizning yoshlarimizniki bundan keyin tushkunish ketmay, shunda yolg'iz malla emas, har kesibdan natija qozongan bizningki ulug' arboblarimiz bor, kesibdoshlarimiz bor. Bo'lsa, mush kesibdoshlarga undan maslahat qilib, shularning ro'yidan o'rganib, shunda bir chiqish yo'lini topsa, ko'p so'rsa, ko'p bilim olsa, menimcha yengil bo'lmaydigan, jafo chidaydigan, yengil bo'lmaydigan, har qanday kesib yengil bo'lmaydigan ish yo'q dunyoda. Odam qilib bo'lmaydigan har qanday ish mavjud emas. Butun yovvoyi hayvon yo'lboshlarni ko'ndiryapmiz. Har qanday kesib qilib ketishga bizning yoshlarimiz endi g'ayratli bo'lgan, cho'qim bunga amal qila oladi deb o'ylayman. Bundan keyin yoshlarimizningki undan tirishib, tushirish ketmay, o'zining chiqish yo'lini o'zi tepish orqali vatanga, xalqqa bir kuchli to'p qo'shib, o'ziniki kesibini qadrlashini ichimdan umid qilaman. Bundan albatta siz bilan büyük söhbətimiz şundan yaxşı elib bardik. Endi biz bu programmamızın, yeni bu qadimki söhbətimizin ən axırida sizin bundan keyin, yəni shu natijalardan to'xtab qolmay, yəni qanday o'zingizga bundan keyin qanday planlarni tuzib chiqdingiz yoki qanday planlarimiz bor? Biz bu niyat turli jins dunyoga yaratdik. Xalqimizni cho'ng ko'rib ko'rsatdik deb munda o'zimizga mag'rurlansak bo'lmaydi. Biz qanchalik kesibda o'sib chiqqan ekanmiz, shunchalik muloyim bo'lib, shunchalik tirishib kelgisi, texmo mush musofirni o'zib qo'ymaslik uchun tirishib bo'lmaydi. Menimcha aytganda, hozir taraqqiyotga qaraganda bizning davozliq kesibiga, davozliq taraqqiyotga bundan keyingi madaniyat taraqqiyoti cho'qim zo'r besim keldi. Biz to'xtamay izlanib, texmo davozliqni yolg'iz mamlakat ichida emas, qo'shni davlatlarga chiqib, Cumhur Şinjan'ın asıllık milletlerinin davaz medeniyetini çoğun namayan kımsak olmaydı. Ben yakında hazır meşgul olarak bu ürüncüde azdılar elip bağdık, bu faaliyetine azdılar tesiri yaş oldu. Hazır toxtumay şükür öğütlerdi ki bizim akbaratçılarımız alakalışı oldu, bizden sual sorardı. Kimki menzilanlar, kim nişanlılar, nereden geçip sorardı. Bu çok önemli. Biz kimki nişanlı, bizimki memleketimizden her kaç çoğun ülkelerge elip verip, texmo müstehkem bir davaz medeniyetini her kaç yerlerge izna kaldırıp meniş üçün ben yeni hareket oyladım, yeniden planlarımı tüzüvadım, muş arkalı ben meşgul oldum. Bundan keyin özel şarait ve yer bahse özel tirişip bir qo'lib elib mana
bir mezgil davaz medeniyetine ichki o'liklarga bizniki Shinyanliklarning ruhini bir tashviq qilmoqchi. O'zlarining qudrat yor bermasa, biz yaqinda shu shogird qabul qilish ustida turibmiz. Shogirdlarga mening yetimga o'rgangan harakatlarimni, arzu-armonlarimni shularga o'tish orqali biz butun shu davaz medeniyetidan iborat butun Uyg'ur xalqininki madaniyat sistemasi har jihat kesiblarni biz butun dunyoga tanitish uchun biz cho'qim tirishmoqmiz. Qadrli do'stlar, o'zlikdan olqib tabiatga jan e'lon qilish fursati hamma odamga nasib bo'lavermaydi. Faqat odam tirishlar cho'qim bu xil qutuqlarga chalaydi. Oxirida Aldat Majun akaning tenining salomat, oilasining baxtli bo'lishini, shundaqla bundan keyin ishlarining texmo utuqli bo'lishini tilaymiz. Aldat aka, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Qadrli do'stlar, kelasi ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Ustozlarning ko'ngil qo'yib tarbiyalashini keskin bilib chiqqan. Bunda siz endi qandaq bir sabablar tufaylidan shu 38 kun, ya'ni Polastimizda 38 kun faoliyat elib bormoqchi bo'ldingiz. Bu faoliyat ko'ngil bo'lmasa, yangilik barliq kelmaydi degan bir bizningki temsilimiz var. Her holda bizning burungi Uyg'ur davozlarimiz, davoz ustozlarimiz avloddan avlod 3000 yil yaqin bu davozlikni o'ynab kelgan. Bu davozlar ham yildan-yilga taraqqiy qilib menish kerak. Buning ustiga hozirgi jamiyatda madaniyat seviye kesib olg'a intilishi nihoyatda joyida bo'lmasa jamiyat turish mumkin emas. Men endi maktabda o'qib, to'liq endi maktab o'qiyotganlik uchun har holda bilim saviyamning chaqliqligini his qildim. O'zimning bir kesibni qilayotganda 20 ishtiqilgan yoshlarimiz bu davoni ko'rgandan keyin o'zligidan bir o'rnini turkizgan, o'zligidan bir hissiyoti, o'zligidan ba'zan bir o'xshash kasaldan saqib ketgan, o'zining bir g'urur jihatini bir olg'a intilish tuyg'u bo'lganligini his qildim. Shu orqali bu biz maktabda o'qib men natija ilishni xiyolimda, biroq asos qiziqim shu Uyg'ur madaniyati, shu faoliyatlarga qiziq. Shu o'rganish orqali ma'noda g'alab qilsakmi, ma'noda o'rganib qilsakmi, bir qism jamiyatga yarimda yoshlarga bu ro'yxat ilhom bilan bir foydali bir ish bo'ldi deb shu maqsadda shu men birga shu mardonlik da'vat chiqqandan keyin shundan mardona bir xil yuqoriga intilish o'yinga urg'ib turganligini ko'rdim bu davozlarni. Shuni bilan men biz har jihatdan biz insonlar ro'yxatni bir foydasi bor kesibga deb men o'zimni mushkil berishlar har hol to'liq maktabga qabul qilinib oldi bilan bir ishga bilmoqlayotganimiz ilmiy asosimiz bo'lmasa bo'lmaydi. Ben şu jarayonda şu odatlik silik, lapper, şu epizod qatorliq shuna ba'zan kichik nomerlarni o'rganib o'zimning inkasini kuchaytirdim. Keyin bizning ustozlarimiz Mehmet Tursun, Adilxo'sha qatorliq davlat ustozlarimiz var. Tenkashab berib, ularning dilini bog'lab berib, sizni tartib degandek faoliyatlar shug'ullanib, ularni muzlik chaqirish, dağ çıkışından aldıda bir usta oynab, bular ro'yga ilhom berish uchun qiziqishlar qilib, mashg'ulotlar shug'ullanib, bularninki da'li minish faoliyatini undan kuzatdim. Kuzatgandan keyin nurg'un yalib o'yan qo'yilib bordim. Borgandan keyin nurg'un xalq arası inkaslarni anglab turdim. Nima deganda bu shu tushib ketish ketgan bir qism masalan Assalomu alaykum sirdosh programmasining qizg'in qo'llovchilari, shundaqla ekran oldidagi qadrli do'stlar. Hammamizga ma'lum, har qanday bir ish, har qanday bir kasbning o'ziga tushliq jafosi bo'ladi. Faqat odamlar po'latdek iroda bo'lganda cho'qim ko'zlagan maqsadga yetalaydi. Jamiyatimizda shunday odamlar borki, ular ko'ngliga pukkan arzu-armonlar yo'lida tinimsiz izlanadi va badal to'laydi. Shunga ularga zafar darvozalari hamon ochiq bo'ldi. Jamiyatimizdagi mushundoq ilg'or iqlim, ilg'or ideya va qutuq qozongan faxrli o'g'illarimizni tunishtirish, shu orqali
Özünün cəmiyyətdəki bir kişilik orununu tapalmayotgan azğın yaşlarımızga tərbiyə veriş və onların türkü buluş məqsədə Ürümçi Cəmşun Fən Texnik şirkəti sırdaş programmasi uyğurcu bölümümüz Polatçı üstüdə 38 gün durub, 7 türdə Ginnes Dünya rekordu yaratıp, milletimizge şan şərəf keltirgan Bahadır oğlan Avlet Məcunat'ın söhbətimizi başlap kelsek, Avlet'da yaxşımısınız. Sizden bu şu ilgili kullanılan kesipleriniz, yani özünüz öğrendiğiniz kesiplerimizden sənət, yani epizod, ləbər, küldürgü qatarlıq muşunda sənət şeklini alğan bir xil kesiplerini öğrenip dikensiz. Əmdə siz muşunda kesipini qıp durup, ne üçün bir xil muşunda kişiler təvəkkül qilish təs bolğan davazlıqdan ibaret bir xil kesipini tanlap qaldınız. To'g'ri, men aslida shu o'z yurtimda serikchilar, davozlar, bizim yurtdosh bo'lib o'tirgan kishimiz. Bizlar o'ynab cho'ng'alab degandek, endi oz to'la ko'zlarimiz pishib qolgan ekan, men mana bu serik o'ynay deb shu ota-onamga bir talab qilsam, unutmagan. Boshqa deganda bizning avlodimiz serikchi ya davoz bo'lmagan uchun sen undan maktabda o'qisang o'xshashlar yarimliq odam bo'lalaysa, sen bunday xatarlik ishni qilsang bo'lmaydi, maktabda o'qib deganlik uchun men amalga ota-onamni ko'pindirmay maktabda o'qigan. Maktabda o'qib to'liq o'tirni tutilmay turib, mening shu davoz o'ynashga qisqashlab, usulchi, serikchi qabul qilib degan e'lonni anglagandan keyin imtihon berib qabul qilindi.